Sizlar bilan bugun biz qadimgi Mesopotamiya haqida gaplashib o'tamiz. Nega aynan Mesopotamiya? Chunki dunyodagi ilk sivilizatsiyalardan biri aynan Mesopotamiyada vujudga kelgan. Xususan Mesopotamiyada ikkita asosiy xalqi bo'lgan. Ular Shumer va Akkad xalqlari bo'lgan. O'zi Mesopotamiya qaysi hududda joylashgan? Danj va Furot daryolarining oralig'ida joylashgan hudud Mesopotamiya deb atalgan. Ya'ni ikki daryo oralig'i bu yerda 4-mingillikda ilk bor sivilizatsiya vujudga keladi. O'sha Shumer va Akkadlar bo'lgan. Bu aholining asosiy mashg'uloti chorvadorchilik bo'lgan. Asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanishgan. Bular Mesopotamiyaning qadimiy tub aholilaridan biri hisoblanadi. Va shu boisdan ham bu xalqlar bir-biri bilan birgalashib ko'plab ishlarni amalga oshirishgan. Buni hozir quyida siz bilan yana batafsil ko'rib chiqamiz. Tarix fanini onlayn Telegramda jonli darslar orqali o'rganing. Joylar soni cheklangan. Hozir ro'yxatdan o'ting va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Xususan Mesopotamiyada tabiiy boyliklari unchalik ko'p bo'lmagan, misol uchun yog'och va metall kabi qurilish materiallar bo'lmagan. Shuning uchun ular bu materiallarni qo'shni o'lkalardan, Kavkaz orti va Erondan olib kelishgan. Mesopotamiyada don mo'l bo'lgan, iste'mol qilinadigan mahsulotlar ko'p bo'lgan va Mesopotamiyada shu jihati bilan boshqa davlatlar bilan savdo sotiq qilishda ular qiynalmagan. Mesopotamiya aholisining asosiy mashg'ulotlaridan birini o'sha aytib o'tdik, savdo sotiq. Chunki aytib o'tdim, ularda oziq-ovqat mahsulotlari ko'p bo'lganligi uchun bu hududga boshqa mamlakatlardan va Mesopotamiyaga qo'shni bo'lgan hududlardan keluvchilar soni ko'p bo'lgan. Qarab o'tadigan bo'lsak, Mesopotamiyada aholi sekin-sekin rivojlanishni boshladi. Endi bular bir xil darajada rivojlanishi kerak edi. Shu boisdan bular o'ziga asosiy og'irlik o'lchov birligini ixtiro qiladi. Bu 1550 gram kumush qiymasida hisoblanadigan og'irlik o'lchov birligi edi. O'sha jahondagi eng muhim ixtirolardan biri o'sha Shumerlar mixxatni ixtiro qiladi. Ya'ni qadimgi yozuv miloddan 4-mingillikda. Shu boisdan ham tarixchilar Shumerliklarni ilmli, bilimli va ma'naviy jihatdan juda yetuk xalq deb ta'kidlab o'tishgan. Hattoki ularda aytishlari bo'yicha ilk universitetlarning ko'rinishlari ham paydo bo'lgan ekan. Shu boisdan ham Mesopotamiya jahon sivilizatsiya o'choqlaridan biri deb aytilib o'tiladi. Demak, bularni aytdim, mohir odamlar bo'lgan deb bular bilimdan tashqari ular hunarni ham zo'r egallashgan. Xususan bular mohir quruvchi va hunarmandlar bo'lgan, ya'ni ko'plab inshootlar barpo etgan, ko'plab ishlarni amalga oshirgan. Ulardan biri Zikkurat hisoblanadi. Zikkurat bu ko'p zinapoyali ibodatxona hisoblanadi. Ya'ni siz bilan biz Kung Fu Pandani ko'rganimizda bizga Kung Fu Pandani eslatadigan ibodatxonalarni aynan o'sha Shumerliklar qurgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Demak, bu Shumer sivilizatsiyasi bizga qadimdan o'sha hozirgi kungacha saqlanib qolgan ba'zi bir meroslarni tashlab ketgan. Misol uchun aytib o'tdim, zikkuratlarni tashlab ketgan, o'zining o'sha ilk rivoyatlarini tashlab ketgan va shu jihatdan ham qadimgi dunyo tarixida o'sha Mesopotamiyani o'rganib, jahon sivilizatsiyasining bir bo'lagi ekanligini bilishimizga aynan sababchi bo'ladi.